ikkita yo'li bor ekan Germaniyaga kelishni. Birinchisi qonuniy yo'l bilan, mana Harul akalar 18-19 yildan beri yashaydigan akalarimizni maslahatlarini olgan holatda ikkita yo'l qarang. Birinchisi Harul aka aytibdilar, qonuniy yo'l bilan kelish kerak. O'shanda hamma eshiklar ochiladi. Siz ishlashingiz mumkin, o'qishingiz mumkin, davlat tomonidan davolanishingiz mumkin, tekinga hamma imkoniyatlar xuddi nemis fuqarosiga o'xshagan bir xil, to'g'rimi aka? Agar noqonuniy yo'l bilan keladigan bo'lsangiz, Polsha, Latviya, Litvalar orqali hozirdan maqsad qilgan bo'lsangiz, til o'rganmasdan qonuniy har doim til o'rganishingizga to'g'ri keladi. U yo'l bilan keladigan bo'lsangiz, unda nimalar bo'ladi aka? Muammodan bosh chiqmaydi. Albatta, o'ziga o'sha qiyinchilik yo'lini tanlagan bo'ladi va doimiy muammolar bilan duch keladi. Hammadan qizig'i bilasizlarmi nimada? Agarda siz o'sha keladigan bo'lsangiz, mana shu muammoingiz, mana shu tunneldan qaytib chiqa olmaysiz. Faqat shuni ichida yurasiz. Qora zimistonda hech kim sizga yordam ham bermaydi. Sabab nimaga? Yordam bergan odamga jinoyat ishi ochiladi, to'g'rimi? Shunaqa. Ish beruvchiga. Shuning uchun menga chiqadigan bo'lsa, kimdir yordam bering desa, hujjatingiz bo'lmasa, men yordam bera olmayman, chunki bu kriminalga aralashayotgan hisoblanaman. O'ylab ko'ring, tilni o'rganing, qonuniy keling, hamma imkoniyatlar ochiladi. Siz ham mana shunaqa qilib yurasiz, maza qilib.